Saqlanishning qaysi usullari to'g'ri? Xatoga yo'l qo'ymang. Kalendar usuli har doim ishlaydi. Kalendar usuli har doim to'g'ri emas. To'g'ri usul qanday? O'zi 100% tushadigan kontrasepsiya yo'q. Faqat ginekolog ko'rga kelib, siz bilan suhbat o'tkazgandan keyin sizga to'g'ri kontrasepsiya tanlaniladi. Bu qanday usul? Agar siz gormonal saqlanmoqchi bo'lsangiz, agar sizda varikozlaringiz bo'lmasa, hayz siklingiz har doim kelsa, yoki oshqozonni ostida yara kasalliklari bo'lmasa, o't qopingizda tosh bo'lmasa, sizda gormonal kontrasepsiya tanlab, sizga eng kerakli, kemirtirmaydigan kontrasepsiya tanlab beramiz. Agar siz kesarva yo'li bilan tuqqan bo'lsangiz, lekin siz saqlanishni bilmayapsizmi? Qanday usul sizga kerak? Bilib oling. Sizga men spiral tavsiya qilmayman, chunki spiralning asorati ko'p. Agar siz prezervativ bilan saqlanmoqchi bo'lsangiz, bu eng yaxshi usul hisoblanadi. Birinchidan, sizda hech qanday gormonal o'zgarishlar bo'lmaydi. Siz hech qanday jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar yuqmaydi va hayot tarzingiz juda ham yaxshi bo'ladi.